Men imperatorning rasmiy chopariman. Lord Bartok uchun maktub keltirdim. Qasrimizga xush kelibsiz. Maktubni menga bering. Maktub lordga yozilgan. Lord bilan gaplashadigan har qanday odam oldin men bilan suhbatlashadi. Duch kelgan xizmatkor imperatorimizning maktubini o'qishga munosib deb o'ylaysanmi? Qo'polligingizni boshqa joylarda tabiiy hol deb qabul qilishganim uchun ham bu xatoingizni kechiraman. Askar, oldin ismingni ayt. Ishonchim komilki, imperator o'zining chopari bilan bunaqangi xushmuomala bo'lgan odamning ismini bilishni istaydi. O'zini tanishtirishni sizdan boshlasak tuzukroq bo'lardi. Men 7-qo'shin qo'mondoni Raydiman. Sizning qahramonliklaringiz haqida ko'p eshitganman. Meni afv etishingizni so'rayman.